Hammaga salom do'stlar. Hammangizni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun yana yangi video chiqdi. Bugun sizlar bilan Inter PSG tarkibini tuzamiz. O'sha hamma kutayotgan Inter PSG tarkibini tuzamiz. Inter bilan PSG 31-may kuni finalda o'yin olib boradi albatta. Ko'p foiz bilan menimcha Inter yutishi mumkin. Men Interga balet qilyapman, lekin do'stlar, siz kimga balet qilasiz? Shuni ham yozib qoldiring. Hozircha Interga balet qilyapman. Menimcha Inter yutadi. Xo'sh, bilmasam biz boshlab olamiz. Oldin ba'zi sovg'alarimizni olishimiz zarur. Xo'sh. Kunlik sovg'amiz 200 ta olmos. Yaxshi. Va 500 ta olmos yana. Mana shu 31-kun. Sizga kelsa juda ham yaxshi bo'lardi. Inter kutilmagan holda Chempionlar Ligasi ko'tarardi. Xo'sh, bu yerda juda ham yaxshi o'yinchilarimiz bor. Mateus, De Bruyne, Petit, Kimpembe. Mana shu yerni o'zidan Kimpembeni olsak bo'ladi. Oson emas olish. Xo'sh, yaxshi. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Market bo'limiga kirsak, bu yerda o'yinchilar chiqyapti. Mana bu yerdan teamdan Inter ili PSG. Qattaydi ular. Menimcha Inter mana shu yerda. Shu Lombardi FC deganda. Ili xo'sh. PSG. Qatta endi. PSG qatta do'stlar. PSG. PSG ham shu yerdan. Birinchi bo'lmasam shu nima Inter o'yinchilarini qo'yaylik, chap tarafga qo'yamiz. Chunki o'ng tarafda Dembele o'tishi kerak. Xo'sh, juda ham ajoyib do'stlar. Xo'sh. Lautaro Martinez. Buratada albatta Donnarumma turadi do'stlar, Sommer emas. Lautaro Martinez, Barella, Bastoni. Pozitsiya belli do'stlar. Yana Sebega oldik, Lebe, Di Marco. Yana Leve kerak. Leve. Xo'sh, Leveda hech kim yo'q. Hatto bir Rebe ham yo'q. Rebe yo'qmi? Nahot Levelik o'yinchi yo'q. Inter nima? Mayli. Boshqa o'yinchisini olamiz endi. Xo'sh. Bilmasam Levega qo'yishga kim olamiz? Yo'q ekan do'stlar. Hatto bir Rebe ham yo'qmi? Rebe do'stlar, Rebe. Mana Rebe. Interda o'yinchilar bormi? Rebe, Dumfries. Sotuvda yo'q. Mayli. Bo'lmasam qaranglar. Biz Inter o'yinchilari chiqsin. Xo'sh. Boshqa iloj yo'q. Mkhitaryanni olamizmi do'stlar? Bilmadim.
Jon Yılmaz olamiz. Kirby ham yaxshi. Gollarni ko'rdingiz. Inter bilan Barsa o'ynaganda sizlar. Xo'p, endi PSG o'yinchilarini qayerdan topsam bo'ladi? Shuni menga aytib o'ting. PSG. Teamga kiramiz yana. PSG. Liga 1dami yoki sizlar? Liga 1da ekan. PSG. Xo'sh, PSG'ga yana bitta striker olishga Kolomani. Xo'sh, pulimiz yetadiganlardan olamiz. PSG o'yinchilari bilasizlar ko'p o'zi. Albatta Donnarumani olamiz. Chunki bu Donnarumma. Xo'sh, Marquinhos. Конечно. Kvaratskhelia bor Leviga, lekin bizga Reve kerak ekan. Reve, конечно, Osmon Dembele. Boshqasi bo'sa olmaydi bu yerni. Ashraf Hakimi. Xo'sh, yana kim bor bizda? Vinicius yana o'yinchilardan biri. Menimcha bo'ldi. Bilmadim. Kelgan o'yinchilarni olamiz. Xo'sh, 2 kishi qoldi. 1 kishi qoldi, shu Osmon Dembele. Xotga endi sotuvda yo'q shu ham. Tezroq Dembele. Osmon Dembele. Xo'sh. Tarkibni sal o'zgartirib yuboramiz endi. Ikkinchi tarkibga o'tamiz. Lili mana shu bo'ladi. Bizga. Xo'sh, o'yinchilarni tushiramiz endi. Donnarumma Mavratada albatta PSG'ning legendasi. Xo'sh, Barella. Xo'sh, endi kim bor yana bizda? Bastoni. Lautaro Marquinhos. Kirby'ni skiramiz. Di Marconi Leviga qo'yamiz mayli. Chunki Levida o'yinchi yo'q ekan. Interda. Xo'sh, yana bizda kimlar bor? Ashraf Hakimi. Vinicius. Striker olmadikmi? Kirby. Striker olish istan chiqdimi? Hozir inchalaymiz strikerga ham. Xo'sh, PSG striker. City. Strikerlardan bizga Mbappe. Xo'sh, do'stlar, mana shuni ana shuncha olishga harakat qilamiz endi. Striker o'yinchisi yo'q ekan. PSG qimmat ekan. Dembele keldi, Osmon Dembele. Kvaratskhelia kelishini kutamiz. Ungacha uni tarkibga qo'yamiz. Keldi. Xo'sh, qani? Osmon Dembele. Eli bitta. Shuning uchun qoldi menimcha. Kvaratskhelia. Ajoyib yangi o'tdi Napolidan PSG'ga. Xo'sh. Endi buni qo'yamiz strikerga endi. Biz bilmas ekan. Endi o'yinni boshlaymiz. Xo'sh, mana futbolga kirib oldik. Hakimi boshlab berar ekan. Vinicius. Osmon Dembele. Anthony dribbling qilar ekan. Osmon Dembele.
Lautaro Martinez. Arsenalga qarshi o'ynayotganmiz. Gabrielni olib qo'ydi. Lautaro Martinez. Gol. Ajoyib o'yinchi bu. Yutish foizi juda ham ko'p Interni. Inter Chempionlar Ligasi olsa juda ham yaxshi bo'lardi menimcha. Endi davom etamiz. Yangi kelgan o'yinchimiz Kvaratskhelia. Gruziya o'yinchisi va Napolidan ham PSG o'yinchilari ham gol urdi, Inter o'yinchilari ham gol urdi. Davom etamiz. Osman Dembele. Osman PSG o'yinchisi Inter o'yinchisiga pas berdi va Di Marco. Vinicius. Xarob. Ajoyib gol. Arsenaldan g'alabalik qilyapmiz. Ustunlik. Di Marco. Qudam shotlar va Di Marco. Offside. Offside emasdi bu. Xo'sh, David Raya boshlab berdi va Ashraf Hakimi hammasi tanisa ham kerak. Xo'sh, Derby, Stoni, Donnarumma. Ajoyib darvozabon. Mana shuni Tots karshikadagisi 1.8 ni olmoqchiman. O'shanga fragmentlarga yig'yapman. Donnarumma! Ajoyib gol Donnarummadan. Darvozabondan, golkiper. Ajoyib. PSG Inter o'yinchilari ajoyib o'ynayapti. Endi Real Madrid bilan Barselona chiqib ketdi Chempionlar Ligasidan. Shu ikki ham qoldi. Lautaro Martinezdan ajoyib gol. Xo'sh. O'yinni boshlab berdi. O'yinimiz tugadi. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, mana o'yinimizni ham tugatib bo'ldik. Do'stlar, o'yinimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, hammangizga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.